Assalomu alaykum. Saydolar, mana bugun xudosi 7-fevral Rahimberdi hojini teplitsasidamiz. Hoji akamiz bir 70% gullarimiz sotilib o'tdi. Va alaykum assalom mana. Hit paradda birinchi o'rindagi Ravshanbek akam mana. Antirumlari mana qopti. Orxideyalar zo'r ketdi, chiroyli ketdi. Yoqadigan. Güzel. İmperator. Aka, mana qunquvvat bor ekan, bir dona aka. Ha, bir dona bor ekan mana. Xo'p, sizlar mana chiroyli holatda kelgan, go'zal holatda, dekabristlar ham zo'r holatda ketdi. Chiroyli mana qunquvvat. Ikkita ekan aka, ikkita bor ekan. Kamilalar kelgan, archalari kelgan, xudo xolasa. Bular narxlarini endi to'g'risi o'zi yo'ligi uchun aniq ayta olmayapman. Noto'g'ri aytib qo'ymayman. Mana ular ketdi, chiroyli kaktuslar ketdi. Shu qolgan yuki bir 30% ham chiqmaydi. Ozgina yuk qolibdi. Kuzatishda davom etinglar. Ertaga yana yuk kelsa kerak. Xudo xolasa uni obzor qilib qo'yamiz. Qo'limizdan kelgancha.